Istiqomat. Istiqomat lug'atda tubtuz barobar turish degan ma'noni ifodalaydi. Islom atalg'usida dinda mustahkam turish, dinning barliq cheklamalariga, ko'rsatmalariga izchil amal qilish, Alloh taolaning amr farmonlarini o'rindab, man'iy qilingan ishlardan yiroq turish deganlikdir. Xulos qilinganda, istiqomat har ishda to'g'ri bo'lish deganlik bo'lib, aqida, amal, axloq, gap so'z, muomala qatorliq barliq ishlarda to'g'ri, lillo bo'lishni taqozo qiladi. Payg'ambar alayhissalom sahobalari istiqomatning ma'nosini nihoyatda to'liq tushungan va mukammal amal qilgan. Hatto sahobalardan biri "Men musulmon bo'lgan kunimdan boshlab bir eg'izmi yolg'on aytmadim" degan. Istiqomatni hosil qilish jafoliq ish bo'lib, toat ibodatda izchillikni va gunoh ma'siyatdan qochishda hushyorlikni talab qiladi. Shunga Ibn Abbos radhiyallohu anhuma Payg'ambar alayhissalomga Qur'onda "Fastaqim kama umirt", ya'ni buyurilganingdek mustahkam bo'lgin degan oyatdan ig'ir oyat nozil bo'lgan emas degan. Istiqomat iymonning komilligiga dalolat qiladigan oliy martaba bo'lib, mu'min odam aqida, axloq, muomala, ibodat, gap so'z, tafakkur qatorliq ishlarning hammasida mustahkam bo'ladi. Payg'ambar alayhissalom buni bayon qilib, bandaning qalbi mustahkam bo'lmog'icha uning iymoni mustahkam bo'lmaydi. Uning tili to'g'ri bo'lmog'icha qalbi mustahkam bo'lmaydi degan. Istiqomat rizqning mo'l bo'lishiga va Alloh taolaning katta mukofotiga erishishga turtki bo'ladi. Innallazina qalu robbunallohu thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. يعني shubhasizki Rabbimiz Allohdir degan. Ondan shu iymonda mustahkam turgan kishilarga farishtalar tushib, qo'rqmanglar, g'am qilmanglar. Sizlarga va'da qilingan jannat bilan xushal bo'linglar. Biz dunyodami va oxiratdami sizlarning do'stinglarimiz. Jannatda sizlar uchun ko'nglingiz tortgan narsalarning hammasi va tilagan narsanglarning hammasi bor. Bular nihoyatda mag'firat qilguvchi, nihoyatda mehribon Alloh tarafidan sizlar uchun tayyorlangan ziyofatdir, deydi.